Eldoriga bir xonali do'mi puliga menga uy topib bergan Do'miz aka chiqdi shunaqa. Zo'r uyimizdan qarib 2 qavatli bo'ladi xonadonimiz. 3 xonadan iborat, 120 kvadrat yashash maydoni. Aka, kirishimiz bilan o'ng tomonda mana zal qismimiz bo'ladi, juda katta o'lchamda. Tashqari qaragan oynalari bor, televizor qo'yish uchun sharoitlar qo'yib ketilgan. Holiga shu xonani ikkita xona qilib ishlatsangiz ham bo'ladi, ya'ni o'rtadan bo'lib turib 2 xona sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Keyingi xonamizda xul qismimizda bo'ladi. Bu yoq tomondan o'ng tomonga divanli zona qilib turib, to'rda televizor qo'yish uchun sharoitlar qilib ketilgan. Buni ham tashqari qaragan oynalari bor, romlarga e'tibor berib qo'yasizlar. Yaxshi agullardan yopishtirilgan. Bu yoq tomonimizda kuxnyamizdan ko'rishimiz mumkin, kafelari qilingan. Mebel yasatib olib turib foydalanish imkoniyati bor. Bu yerda ham uyimizning koteli shu yerda joylashgan va birinchi qavat uchun sanuzel qismimizda sharoit qoldirib ketilgan. Ikkinchi qavatga chiqib ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan shunaqa koridor qism kutib olamiz. Ana bu yerda ham divanli zona qilib turib, choy o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Lustralarga e'tibor berib qo'yasizlar. Yonimizdagi xonamiz bu spalnya qismimiz bo'ladi. Yaxshi o'lchamda ota-onalar yotoqxonasi. Buni ikkiga bo'lib turib, detskiy va spalnya qilish imkoniyati bor. Ya'ni kichkinaroq xonadan bo'ladi. Ichkarida o'zini sanuzeli bilan birgalikda. Uyimizda 100% to'pil polda isitiladi akalar. Xonadonimiz 2 qavatli, 3 xona, 120 kvadrat yashash maydoniga ega bo'ladi. Narxi 64500 baholanmoqda. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsa, Sergeli tumani, Xonobod mahallasi bo'ladi. Ko'chamizning boshida metro, transportlardan muammo yo'q, shaharlik bu joyga yetib olasiz. Yon atrofida maktab, bog'cha, bozorchalar bor. Qiziqqanlar bo'lsa, nomer qoldiraman, telefon qilasizlar.